Hakan siz nima chiqqanmi shu filmdan shunday bir kuchaysiz? Masalan, boshqalar 5 minut tortgan filmlar. Siz bir kun ketida masalan sizdan bir shu bino tortish, nima shunday kuchayib ketsiz shu kunga? Burun 5 minut tartıştık biz ma. Uzun ses, en uzun ende tartıştık. Hem de hazır kuchayishlik maqsad hem de ma doyinninki hazır mush nimizde kunga hazır bununki ta'sir qilib bordi. Onun başka hem de burun tabiiy ham tartıştık. Hem de hazır mı çıkmışımız tabiiy tartımız bazı narsa cıngının için hazır biraz yazıdığın gap. Hem de hazır mush ko'pchilikning talbiga asosan ko'pchilik qiziqadigan asosda biz maniki mazmunni mollatdik. Hem köyge adamның azraq huzur paydo bo'lsin deb shunday kuchaydigan gap. Endi xalq bizni qo'llayotgandiga bizim shu qo'llash qilayıq ish qilmasak bo'lmaydi. Shuning uchun biz bu cho'qim ajr qilamiz. Buni bizning zavobini ko'rdigan odam ajr qilib ekrandan oldi hech bo'lmasa 5-4 minut, 6-7 minut ko'rdi. 6-7 minut vaqt ham pul demak, vaqt demak hayotlik demak. Demak 6-7 minut vaqtini chiqarib biz uchun aş zavobini ko'rib, yurak verib, cıngının yanında bizib qo'ydigan nurg'un tuqqanlarimiz var. Biz şulığa javob qaytarish uchun bizmi azroq vosita to'kimizni qo'shlaydi, bizmi shunday kuchaydigan gap. Amaliyat bilan hozir siz dedingiz, bir zavobini tatishni az deganda 5-4 soat vaqt ketadi hozir. Bununcha vaqt ketmaydi. Maqsad nima? Zavobini nisbatan taqinbak yaxshilab, biz ko'rdigan tuqqanlarimizniki bakrak bir birden bo'lsin bir kayfiyat ichiladigan, birden bo'lsin o'ziniki bir xushallik topadigan holat bo'lsin deb biz shu ishni kuchaytirgan gap. Qolgan endi ko'pchilikniki davomli bizga qimmat tek fikrini bersa, biz shuning asosan taqinbak mollasak bo'ldi. Tushundingizmi? Adiljon, siz qaqshigan bilan bizim ko'pchilik o'ylamasak bo'lmaydi.